Assalomu alaykum baliq ovish quvozlari. Xo'p, mana yana anchadan beri baliq oviga boralganimiz yo'q edi. Xudo xolasa mana yana baliq ovlar yana taqpay tugadi, mana bolalash mavsumi tugadi endi. Xudo xolasa yana ovga chiqdik. Mana endi bundan bag'iga imkon qadar ko'proq baliq ovga chiqib syomkalar qilishga harakat qilamiz. Bugun mana hozir baliqcha ushlagani mana shu joyga keldik. Mana sheriklar Sayfiddin akam bilan rahmatulloh mana shu joydan hozir baliqcha ushlab olamiz ilon boshga. Keyin sazan bilan ilon boshga bir harakat qilib ko'ramiz. Zo'r qilib xamirlar qilib olganmiz. Ilon boshga mayda baliq tutib olyapmiz hozir. Bizni kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosinglar. Qo'llab-quvvatlashlarga qarab, xudo xolasa zo'r videolar qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana shunaqangi joylarda o'qilyapmiz. Joylar o'ta go'zal. O'ta go'zal. O, ilon bosh kelibdi. Ilon bosh. Rahmatulloh. Keling. Kirib ketyapti. Ha. Bor. Yaxshi. Ilon boshmi ekan? Turibdi. Ha, bilmayman endi ilon boshmi qanaqa ekan. Baliqchani sudradi meni fikrimcha. Baliqchami deb ko'ramizda o'zi? Baliqchi. Qani? Ko'raylik-chi. Oba! Ana do'stlar, ilon bosh. Va nihoyat ilon boshni bitta ko'rsatib beraylik. Mana shunaqangi chiroyli ilon bosh ekan. 1,5 kilo atrofida. Mana o'zi ilon bosh ham olishni boshladi mana do'stlar. Anchadan beri turibdi, ammo bu qalmoq endi oldi ilon bosh. Mana shunaqangi joylar. Sazan olayotgan edik, ilon bosh ham keldi mana. Bizni kuzatib boringlar. Ovlarimiz davom etyapti. Natijalar yaxshi. Oxirida xudo xolasa natijalarni ko'rsatamiz hammasini. Sizlar oppa. Voy. Oba, mana do'stlar. Sazanni zo'ri. Xudo xolasa natijalarimiz bo'lyapti. Chiroyli sazan ilashdi mana. Oldim. Chotki sazan ekan. Zo'r ilashibdi. Buni ham endi sheriklarga qo'shib joyiga tushirib beramiz. Natijalar yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Hozircha 3 ta bo'ldi. Oxirida hammasini
ko'rsataman. Yes do'stlar. Navbatdagi sazanimiz Xudo xolasa juda chiroyli ov bo'lyapti. Adrenalinga boy ov bo'lyapti. Mana do'stlar, o'ta go'zal. Oh, polvon sazan ekan mana. Do'stlar, natijalar zo'r bo'lyapti. Hoppa. Güzel, Xudo xolasa yaxshi. Hoppa. Oba. Mana do'stlar, juda ham chiroyli sazan. Natijalarimiz bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham chiroyli natijalar qilamiz. Imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman. Yaxshi ilingan ekan bu ham. Do'stlar, xamir qanaqa qilib tashlayapsiz deganlar uchun shunaqangi qilib tashlayapmiz. Yana buni joyiga tashlab qo'yamiz. Endi xamir tarkibida nimalar bor deb qiziqqanlarga, xamir tarkibida chesnoy bor, makkali xo'roz bor, muchka deymiz, unli kepakka tayyorlangan xamir. Shunaqangi oddiy, lekin effekti yaxshi. Keyin ozgina asal ham qo'shib yuborganmiz. Natija yaxshi bo'lyapti, yomon emas. Hozircha 4 ta sazan oldim. Sheriylar ham 5-6 tadan olishdi. Ko'ramiz yana. Ovimiz davom etyapti. Joy o'ta go'zal. Do'stlar, shu bilan bugungi ovlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Vaqtimiz ham
joy juda ham chiroyli ekan. Sazan baliq juda ham ko'p ekan. O'zi ilonbosh ishimiz ko'proq degandik bugun. Sazan juda ham ko'p ekan. Keyin sazanga harakat qildik. Natijalarimiz yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr. Seriyalar hammamiz ko'rdik. Natijalarni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Natijalar juda ham yaxshi. 5 ta sazan ushlatdim. Natija zo'r. Hammani o'yiga baraka. Seriyalarni ham ko'rsatamiz. Mana bugungi natijalar. O'miz bugun zo'r bo'ldi. Sazanlar vodiysiga kelib qopmiz mana. Hammani o'yiga baraka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan-da chiroyli videolar qilishga harakat qilamiz. Rahmat kuzatib borganlaring uchun. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsalaring, videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi. Like bossalaring ko'proq odam ko'radi. Qo'llab-quvvatlashlaringdan umidvormiz. Hammalaring sog' bo'linglar, rahmat.